Assalamu alaykum, hurmatli radio anglag'uvchilar. Vahiy panjarasi programmamizning 9-soniga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Hurmatli radio anglag'uvchilar. Aldı bilan olamlarning Robbi, kuyimchan Robbimiz, eng ulug' egimiz Alloh subhanahu va taolaga pak hamdu sana ve suyumluk peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en güzel durut salamlarımızı yollagandan keyin bugünkü programımızı başlayımız. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programımızda İslam şehidi Seyyid Qutb rahimahullah'ның Fi Zilalil Kur'an, Kur'an sayesinde namlıq tefsirinin birinci parisini diqqatingizga sunib kelyapmiz. İnşallah bugünkü mavzumuz bo'lsa Sura Baqarning 30-oyatidan 39-oyatigacha bo'lgan oyatlarning sharhisi bo'ladi. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun. Suyumlik radio anglag'uvchilar, oldi bilan biz ulug' Robbimiz Alloh subhanahu va taolaning Sura Baqarning 30-oyatidan 39-oyatigacha bo'lgan bu suradagi yuraklarni azguchi, yuraklarga shifo bu oyatning tilovatiga quloq solaylik. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Öz vaqtida Parvardigoring farishtalarga "Men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin bosar yarataman" dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan. Halbuki biz bo'lsak, seni pok deb madhilaymiz, muqaddas deb madhilaymiz dedi. Allah, "Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman" dedi. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'e öğretti. Andın ularını periştlerine körüstüp, Halife buluşqa Adem'e qaraganda biz haqlıq deydigan qarışanlarda rastçıl bolsanlar, bu şeylerinin namlarını bana eytip beringlar dedi. Perişteler, seni bütün kemçiliklerden pak deb tanıymiz. Biz sen bildirgendin başqını bilmeymiz. Haqiqatan sen hammani bilgichidirsan, hikmat bilan ish qilg'uchidirsan dedi. Allah, ey Adam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin dedi. Adam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda Allah, men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turman demaganmidim dedi. Öz vaqtida farishtalarga Adamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Biz Adamga, "Ey Adam, sen xotining, ya'ni Havvo bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha keng tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilguvchilardan bo'lib qolasizlar" dedik. Shayton u ikkisini tayildirdi. Ya'ni man'iy qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turvatgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvoga, Iblisga bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajlinglar to'shqichi yerlashinglar va ne'matlardan bahramand bo'linglar dedik. Odam Parvardigoridan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohning kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Allah uning tavbasini qabul qildi. Allah haqiqatan tavbani bak qabul qilguchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi dedik. Kofirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Qur'oni Karimda o'xshash bo'lmagan mazmunlardagi qissalar bayon qilinadi. Qissaning bayon qilinishidagi maqsad muddaoning nemaligi, qaysi so'z halqisiga kelib to'xtayotganligi, qanday tasvir, qanday uslub bilan qissa bayon qilinayotganligi qatorliqlarni uning o'rin sharoitining o'zini aytib berayotgan bo'ladi. Bunday bayon uslubi orqali ruh, fikr va san'at olamida moslashishchanlik paydo bo'ladi. Bir tarafdan so'zning mazmun jihatdagi haqqi ado bo'lsa, yana bir tarafdan qissa bayon qilishda ko'zda tutilgan psixikalik maqsad ado topgan va berilmoqchi bo'lgan ta'sir o'zini ko'rsatgan bo'ladi.
Qur'onning o'xshash bo'lmagan yerlarida birli qissaning xilma-xil shakllar bilan takrorlanganligini ko'rgan ba'zilar Qur'on qissalarida takrorlik ko'p deb hisoblashadi. Biroq cho'nqur nazar bilan muhokama qiladiganlar bo'lsa, shuni bilib yetalaydi-ki, biror butun qissa yoki uning ma'lum qismi takrorlangan har qanday yerda qissa hargizmi o'zining oldingi shakli peti bayon qilinmaydi. Balki takrorlangan hamma yerda qissaning hajmi, mazmun bog'lanishligi va ifodalash uslubi butunlay boshqa shaklda bo'ladi. Takrorlanganli yerning hammasida yangi bir so'zni qilib olish ko'zda tutilgan bo'ladi. Demak, Qur'oni Karimdagi qissalarning bayon qilinishida hech bir takrorlik mavjud emas. Yana bir qism kaltpam kishilar Qur'oni Karimda bayon qilingan ba'zi voqealarni g'ayri amaliy yoki iste'mol uchun bayon qilingan, ya'ni maqsadni bayon qilish yoki so'z go'zalligini oshirish uchun qo'llanilgan deydi. Vaholanki, tabiati sog'lom har qanday kishi navoda ko'zini yo'g'onroq ochib Qur'onni mutolaa qiladiganlar bo'lsa, hamma yerda mazmunga ko'ra biror qissa yoki qissaning ma'lum bo'ligi bayon qilinganligini hamda bayon shakli bilan ifoda uslubining o'rin va sharoitga ko'ra farqliq ekanligini ko'rib olaydi. Qur'oni Karim bir da'vat kitobidir. Bir hayotlik tuzumi va hayotlik tuzumining dasturidir. U hargizmi ishtiyoqqa taskin beradigan hikoya yoki tarix kitobi emas. Shunga dinni da'vat qilish jarayonida tanlangan qissalar bayon qilingan bo'lib, qissalarning qanday bayon uslubida va qanchalik miqdorda bo'lishi mazmun davomiga va amaliy vaziyatga ko'ra belgilangan. Qissalarni bayon qilishda ifoda go'zalligining eng oliy san'ati nazarda tutilgan. Hech bir yerda so'zni kuchlantirish uchun vaqa avutib qo'yilgan emas. Balki vaqa hamma yerda boshqa bir favqulodda uslubda bayon qilingan. Ta'sirining kuchlik bo'lishida haqiqat bilan ifoda go'zalligi asos qilingan. Aslida Qur'oni Karimdagi qissalar iymon karvonlarining uzun, uzilmas safar hikoyasi va sarguzashtlari bo'lib, u din da'vatining nasldan naslga so'zilgan hamda kishilarmo da'vatni qabul qilib mangan uzun jarayonini o'z ichiga oladi. Bu qissalar bir tarafdan payg'ambarlik sharafiga tanlangan ashu ulug' zotlarning iymoniy kayfiyatini aytib bersa, yana bir tarafdan ularning o'z Parvardigori bilan bo'lgan munosabatlarining xarakterini ifodalab beradi. Biz bu qissalar orqali ilohiy karam karvonlarining ashu uzun yo'lda ketayotganligini ko'rganimizda, bu qissalar qalblarni nurga, poklikqa va iymondan iborat eng qimmatli ne'matga to'ldiradi. Iymonning koinotdagi ahamiyatiga bo'lgan his tuyg'uni uyg'otgan holda olg'a ilgirlaydi. U iymonning haqiqiy tuyg'usi bilan g'ayri haqiqiy tuyg'ularning orasini farqlantirib, insonning eng'i cho'nqur singdirdi. Mana shuning uchunla katta da'vat kitobi bo'lgan Qur'oni Karimning xeyli ko'p qismi ashundaq qissalardan tashkil topgan. Tunji insonning qissasi. Endi biz bu izohning nuri ostida Odam alayhissalomning qissasiga nazar solib chiqaylik. Xuddi yuqorida ifodalangandek, eng dastlab insoniy hayotlik karvini ustida to'xtalingan bo'lmasdan, balki butun koinotning vujudga kelishi haqida to'xtalingan. Ondan Allohning insonga qilgan ne'matlari tilga ilinib, yer shari va uningdagi butun narsalarning inson uchun paydo qilinganligi bayon qilingan. Mana bu jarayonda Odam alayhissalomga zaminning xalifalik martabasi ato qilinganligi haqidagi qissa boshlanadi. Alloh taolaning Odam alayhissalom bilan ahdi tuzib, uning zaminning huquqini shartlik holda topshirganligi hamda xalifalik vazifasini zimmasiga ola olishi uchun keraklik miqdorda ilm ato qilganligi bayon qilinadi.
Odam alayhissalomning bu qissasi keyingi chaqda Alloh bilan Bani Isroil qavmi o'ttirisida tuziladigan xalifalik ahdisining muqaddimasi edi. Chunki Alloh taolo Odam alayhissalomdan keyin Bani Isroil qavmini xalifalik vazifasidan elib tashlaydi. Xalifalik martabasini bo'lsa Alloh bilan tuzgan ahdisiga yaxshi amal qiladigan musulmonlar ummatiga topshirdi. Shunda qilib bu qissa suraning mazmun va so'z tartibiga to'liq moslashgan bo'ladi. Endi biz birdan bo'lsa-mu insoniyatning boshlanish ahvolini o'qib chiqishimiz va uning orqa ko'rinishida naqadar qimmatli hidoyatlarning yoshirinib yotganligini ko'rib beqishimiz lozim. Endi biz yuksak olam sahnasida turmoqdamiz. Yuqoridan chaqnayotgan parlaq nurlar orasida basirat nuri orqali insoniyatning boshlanish hikoyasini sahnalashgan holda ko'rishga boshlayapmiz. Allah mundaq deydi: "Wa iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Ondan shundaq bir chaqni tasavvur qilib boqqinki, o'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga "Men yer yuzida xalifa yarataman" dedi. Ma'lumki, bu Haq Taolaning yuksak olamda qilgan irodasi bo'lib, Alloh taolo zaminning barliq huquqini berish uchun koinotni yaratish oldida turgan bu yangi mavjudlik, ya'ni insonni paydo qilishni iroda qildi. Bu irodaga ko'ra inson zaminda erkin qo'yib beriladi. Koinotning yaratilishidagi maqsadni yo'qdan bor qilinishidagi g'oya muddaoni namoyon qilish ham uni amalga oshirish, zaminni tekshirib tadqiq qilish, uni taraqqiy qildirish, uning ostidagi yoshirin boyliqlarni qezib chiqarib, kang vositalarni tepib chiqish va uni bo'ysundirib ishqi selish qatorliq vazifaga tayinlanadi. Bu ishlarning hammasi Allohning hukmi bilan insonga topshirilgan ulug'vor vazifaning bir qismi bo'lishi ko'zda tutiladi. İnsanның xalifalikka tayinlanganligidan shuni bilib olishga bo'ladiki, Alloh taolo insondan iborat bu yangi maxluqning vujudiga yoshirin qudrat, talant, iqtidorlarni yerlashtirgan bo'lib, inson uning bilan zamindagi har turli kuch-quvvat, maxfiy energiya, xom material, manfaatlik vositalarni ishga sola oladi. Shularning vositasi bilan Allohning kutgan muddaosini ishga oshira oladi. Buningdan yana shuni bilib olishga bo'ladiki, koinotga hukmronlik qilayotgan qudrat qonuni bilan inson ham insonning kuch-quvvati ustida yurgiziladigan shariat qonunidan iborat bu ikki qonun orasida urush ziddiyat chiqmasligi, shundaqla insonning kuch-quvvati bu buyuk koinotning muntazam cho'qqilariga urilib vayron bo'lmasligi uchun ular o'ttirisida intayin mukammal birlik va hamkorlik o'rnatilgan. Buningdan yana shuni bilib olishga bo'ladiki, bu payonsiz olam sistemasida insonning maqom martabasi intayin ustun bo'lib, rahim shafqatli yaratquchisi Alloh taolo bu yuksak maqomni o'zi yoqtirib insonga ato qilgan. Bu nima degan katta maqom ha? Bularning hammasi "Men yer yuzida xalifa yarataman" degan ulug' oyat o'z ichiga olgan ma'nolarning faqatli bir qismidir. Bo'libmi, mana bugun moddiy va ma'naviy har ikki ko'zimiz bilan shuni ochiq ko'rib turib yetibdimizki, Alloh taolaning bu payonsiz mulkda insonni o'ziga xalifa qilishni ko'zda tutgan ulug' irodasi insonning qo'li orqali ishga oshirilmoqda. Alloh mundaq deydi: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Farishtalar dediki, yer yuzining intizomini buzadigan, qon to'kadigan birisini xalifa qilamsan. Sana hamdu sana bilan tasbih aytishni va seni ulug'lashni mana biz qilib kelyapmiz dedi. Farishtalarning bu so'zidan ma'lumki,
ular yoki shu chog'dagi amaliy ahvolga qarab kelish oldida turgan maxluqqa, ya'ni insonga qarata shu xil qarashga kelgan yoki yer yuzida insonlardan ilgari yerlashtirilgan maxluqlardan egallagan tajribalarga asosan shu xil so'zlarni qilgan. yoki balkim Alloh tarafdan berilgan oldin ko'rish iqtidoriga tayinib kelish oldida turgan bu maxluqning qanday bo'ladiganligini bilgan bo'lishi mumkin. Va yoki yer yuzidagi insoniy hayotning taqozzolariga qarab bu maxluqning tabiatini mo'ljallagan bo'lishi mumkin. Shunga ular bu yangi maxluqning yer yuzida buzg'unchilik qiladiganligini va qon to'kadiganligini biladi. yoki hech bo'lmaganda shunday bo'lish ehtimolligini his qiladi. Ular o'zining sab tabiati va pokligi sababidan mutlaq yaxshilikni va har jihatdagi tinch omonlikni tasavvur qila oladi. Shunga ular koinotning yaratilishida va vujudga keltirilishida faqat Allohga hamd va sano bilan tasbih aytish va Allohni ulug'lash maqsad qilingan. Bu vazifani farishtalar to'liq o'rinlamoqda deb tushunadi. Chunki farishtalar har doim Allohga hamd va sano aytish bilan uning pokligini bayon qilib turadi. Hech qachon Allohga itoat va bandachilik qilishdan bosh tortmaydi. Biroq yer yuzining ichki tashqi qurilmasida va uning ichiga hayotlik ko'chitining tikilishida rol o'ynayotgan intayin cho'nqur, inchki hikmat tadbirlar ularga maxfiy edi. Allohning irodasi shuki, inson xalifa bo'lib, garchi ba'zida buzuqchilik teriydigan va qon to'kadigan ishlarni sodir qilsa-mu, yanada Allohning irodasini ishga oshirish uchun zaminni bo'ysundirdi. O'zgartib taraqqiy qildirdi. Az bir qism buzuqchiliklar bilan birlikda butun koinotga umumyuzlik o'rtaq bo'lgan har katta yaxshiliklarni avj oldirdi. Ya'ni Allohning bu poyonsiz koinotida to abad o'sib yetilish, madaniyatni izchil turda taraqqiy qildirish, to'xtamay buzish ham qurish, to'xtamay kurash qilish, to'xtamay izdinish, davomli o'zgarish va o'zgartish orqali eng katta yaxshiliklarni ham bayoshatliklarni maydonga keltirdi. Shunga butun g'ayib olamni bilguchi va uningga ega bo'lguchi Alloh taolo ularga javoban qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman deydi. Hürmetli radyo anlıqçı dostlar. Vahiy Penceresi programımızın 9. sani bugün muş yerde ayaklaşıdı. İnşallah Allah ömür verse keler qıtımqı programımızı görüşkice aman bulunlar. Esselamu Aleyküm. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا الخون تراه أذهلها جلال الله أمر القرون أتراه أذهلها جلال الله أمر القرون مولاي قد نمت
فلم ترى وهي ترسف في سجود وهي ترسف في سجود